To'lg'oq boshlansa, darrov kuchanish kerakmi? Yo'q, faqatgina akusher ruxsati bilan kuchanganingiz ma'qul. Vaqtli kuchanish bachadon bo'yni yirtilishiga olib keladi. To'lg'oq paytida baqirish foydalimi? Yo'q, nafas olish o'rniga baqirsangiz bolaga kislorod bormaydi. To'lg'oq tutib turganda faqat yotish kerakmi? Yo'q, agar tibbiy qarshi ko'rsatmalar bo'lmasa, yurish, futbolda sakrash, tebranishlar bachadon bo'yni ochilishiga yordam beradi. Suv ketsa uyda kutib o'tirish mumkinmi? Aslo yo'q, infeksiya xavfi mavjud. To'lg'oq orasida dam olish shartmi? Dardlar orasidagi bu 2-3 minutlik tanaffus sizni kuch yig'ib olishingiz uchun imkoniyatdir. Ovqatlanib olish mumkinmi? Yo'q, yengil tamaddi hamda suv ichishga ruxsat beriladi. Shifokor aytganini qilmasa nima bo'ladi? Siz tibbiyot xodimlari bilan bir jamoasiz va bu sizni tug'rug'ingiz yengil va asoratsiz o'tishiga yordam beradi. Qo'rquv tug'ruqqa ta'sir qiladimi? Albatta, qo'rquv natijasida adrenalin ishlab chiqariladi. Adrenalin esa bachadon bo'yni ochilishiga xalaqit beradi. Ko'zlarni yumib kuchanish to'g'rimi? Yo'q, buning natijasida ko'z qon tomirlariga qon quyilishi kuzatilishi mumkin. Epidural anesteziya bola uchun xavflimi? Agar tibbiy ko'rsatmalar bo'lsa, bu ayol uchun xavfsiz hisoblanadi.